o'ng tomondagisini tanlaysizmi, chap tomondagisinimi? Ikkalasi ham zo'r. Do'stlar, 10 oylik semental toza qonli avstriyskiy buqalarimiz. Hozir bularni emadigani ham 23, 24, 25 million. Sifatlisi 15 millionga semental laqabli buzoqlar bor. Semental emas ular. Ularni olasiz 6 oydan keyin deysiz. Sizga xudo xolasa mana. Umringiz o'tganga, umringiz o'tganga achinmaydigan variantlar. Mana orqalarga qarang, baquvvatligini. Kejonlar. Bashli Qurbon hayitiga yetiladimi xudo xolasa, aka? Keyingi yilga tayyor yetiladigan bo'ladi, aka. Xudo xolasa. Saidol aka kuniga keladigan bo'lsa 10 oylik buzoqlar. Ikkalasa? Narxiga kelsa 39 million so'mdan xayrni o'tib beramiz, aka. Bo'ldi, yashang, aka. Telefon qilishsan, ekranda pastda nomerlar bor, telefon qilib savdo qilinglar. Kuzga borib Luboy G'unajinga vizba? Bemalol hozirdan yaraydi, aka, xudo xolasa. Hozirdan yaraydi. G'unajinga bemalol ishlaydi shular. Mana. Ana aktagonchilar jangi oxirida vizba ishlaydi bir-biriga. Mana xuddi shunaqa variantlar. Ayoga bor. Kejon. Mana do'stlar. Ekran pastida nomer bor, telefon qilib savdo qilinglar. Semental buqa qidirib yuruvmidi, do'stim, mana bu videoni tashab qo'yamiz, jo'natib qo'yamiz. Semental ishqibozlariga. Jonivorlar ko'zi quvnatadi-ya.